Assalomu alaykum. Bizni internet tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalaringiz sog'misiz, salomatmisizlar? Xudo xolasa mana bugun biz bir fayzli xonadonga yetib keldik. Bu safargi videolarimiz xudo xolasa Akfa emas, tunikafon xizmatlari bo'ladigan bo'ldi videolarimiz. Xudo xolasa mana tunikalarimiz bitib, chiroyli bo'lib bitdi, xudo xolasa. Nihoyatda go'zal bo'ldi. Xonadon ham nihoyatda fayzli ekan. Xonadon egalari orzu havasli ekan. Chiroyli qilib berishdi ustakalarimiz. Mana dorixonalarimizni bir qator ko'ringlar. Mana tunikafonlarimiz nihoyatda go'zal bo'lib, ko'cha tomonlari ipilus, ichkari tomonlarini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xudo xolasa mana ishlarimiz bitgan holatlari. Albatta mana kichkinagina bitta so'richa qo'yib qo'ysa, maza qilib dam olib o'tiradigan joy bo'lyapti. Mana xonadon egasi ham o'zi ham usta ekan, mana shikaturkalarda qilyapti. Mana yuzini ko'rsatmayman deyapti, yuzini ko'rsatmadik. Xudo xolasa mana nihoyatda go'zal bo'lib bitgan ekan. Eshik-romlarni ham xonadon egasi orzu havasli ekan. Eshik-romlarni ham nihoyatda go'zalini qo'yib berganmiz. Eshik-romlarni mana biz o'zimiz qo'yib berganmiz. Tunikafonini og'aynimiz, o'zimni sinfdoshim tunikafonlarni qilib beryapti. Kimga shunaqa sifatli tunikafonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar. Pastlayda nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa buni xo'p. Endi ustakamizni chaqiramiz. Ustakamiz o'zi bir qator tushuntirib o'tib ketadi. Videoga ko'rinmasligiga harakat qilyapti ustakamiz. Xo'p, ustaka buni qanaqa hisob-kitob qilyapsizlar? Metrmi, kvadratmi, rasxotigami, nimasiga bu? O'shani aytib kelsangiz obunachilarimizga yaxshi bo'lardi. Kvadratiga bo'ladi. Kvadrati 110 mingdan 140 minggadir. Xo'p, kvadrati 110 ming so'mdan 140 ming so'mgacha. Xo'p, shu xizmatni ichida ustaka, xo'p, o'zlaring hamma yo'qlarni olib kelasizlarmi yo xizmatini addinlimi bu? Yo'q, hamma yo'g'i ichida. Hamma yo'g'i ichida bir kvadrati. Ichgani. Abid qilib bersa, xonadon egalari faqat bir dona abid qilib bersa bo'ldi. Shu bilan qolgan miqidi, shurupidi nima kelsa, o'zlaring olib borib, bukib, netib, bitirib, gatov qilib chiqib ketasizlar, xudo xolasa. Tushunarli. Endi bu xonadon egalari boshqa fasonlar tanlasa ham boshqacha fasonlarni ham qilib beralasizlarmi? Bo'ladi. Farqi yo'q fasonni. Fasoniga qarab narx o'zgarmaydi. Faqat tunikani qalin yubqasiga qarab narx o'zgaradi. Narxlar o'zgaradi. Tunikaga bog'liq ekanda, tunika qalin yubqa bo'ladigan bo'lsa, narxlari jichcha qo'shilib yoki bo'lsam jichcha minus bo'lishi mumkin ekan. Shunaqa deyapsizmi ustaka? Tushunarli. Bo'ldi, nihoyatda go'zal bo'lgan ekan. Hozir bitkizib beradilar. Gatov qilib hamma yo'g'ini bitkizib berasizlar, ustaka, shunaqami? Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, pastlarida ustakamizning nomerlarini qoldiramiz, qadrli obunachilar. Telefon qilib kimni joylar bo'ladigan bo'lsa, eni bilan bo'yini chiqarib bersalaring, xo'p, fasonlarni tashlasalaring ham yoki bo'lsa bir qator aloqaga chiqsalaring, o'zlaring ustakamiz hisob-kitob qilib beradi. Xizmatlari, xo'p, xizmatlaring qayergacha endi? Vodiy bo'ylab. Xizmatlaring vodiy bo'ylab, hamma joyga borib qilib beraverasizlar, ustaka. Xizmatlari vodiy bo'ylab bemalol qilishaverar ekan. Xo'p. Bizni kuzatib olinglar. Bundan-da qiziq videolar hali oldinda. Ustakan nomerlarini yana qaytaryapman. Taylarda qoldiraman. Telefon qilib kvadratini, boshqasini hisob-kitob qildirishlaring mumkin. Hammaga katta rahmat.